Futbolni deya 2 marta kuygan kunim. 1-iyul Euro 2024. Portugaliya terma jamoasi 1/8 final bosqichida Sloveniyaga qarshi o'yinini boshlaydi. Butun dunyoning nazari shu paytlari formasini va omadini yo'qotib qo'ygan 39 yoshli Cristiano Ronaldoda edi. O'yinning asosiy 90 minut vaqti durang natija bilan yakunlanib, komandalar qo'shimcha ekstra taymga start oladi. O'yinning 105-minutida esa Sloveniya darvozasiga penalti belgilanadi. Top Cristiano Ronaldoda. Yuragim urishi tezlashmoqda. Ich-ichimdan sezdimki, u hozir gol sola olmaydi. Yan Oblak Ronaldoning kuchli zarbasini qaytardi. Birinchi ekstra taym tugadi. Ronaldoning yuzida alam, afsus, qayg'u. Portugaliya terma jamoasining o'yinchilari uni qo'llab-quvvatlashga urindi. Shu payt Cristiano Ronaldo stadionda o'tirgan eng yaqin muxlisiga qaraydi. U muxlisi Ronaldo uchun qayg'urib yig'layotgandi. Ha, u Ronaldoning onajonisi edi. Cristiano onasini yig'layotganini ko'rib, chidolmasdan u ham yig'lab yuboradi. Bu hodisani men televizordan ko'rib turgan bo'lsam ham, ich-ichimdan kuyinib, siqilib ketdim. Bu meni futbolni deya ilk bora qattiq siqilgan paytim edi. Xudoga shukrki, penaltilar seriyasida Ronaldo o'zining golini urdi va Portugaliya terma jamoasi 1/4 final bosqichiga bir amallab chiqqan edi. مسكين الولد أعتقد بأن السماء ستنزل على خوزانوف في هذه. Ana endi futbolni deya ikkinchi marta siqilishimga sabab bo'lgan inson bu Abduqodir Husanov. Shunchaki tasavvur qiling, butun O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va dunyo bo'ylab barcha muxlislar Husanovning debyutini ko'rish maqsadida Manchester City hamda Chelsea o'yinini intizorlik bilan kutmoqda. O'yin boshlanmay turib, rejissyorlarning nazari bizning Husanovda, men esa hayajonda. O'yin boshlandi. Birinchi pas yaxshi bo'ldi, lekin keyingi harakatlari Ой-ой, как ошибается как раз таки Хусанов. И вот вам, пожалуйста, начало его карьеры в Сити. Нони Мадуэки открывает счет в матче на 3-й минуте. Кошмар. Да, мог забивать Мармуш первым же ударом, а в итоге Хусанов одним из первых действий, по сути, отдает предголевую. Грубейшая ошибка, и мгновенно Челси наказывает защитника из Узбекистана за этот привоз. Равновесие, поскольку действительно начать с такого очень сложно. И еще одна ошибка Хусанова. Да что ж такое-то? Палмер теперь рвется к воротам, и более того, Хусанов подсадил на желтую карточку кого? Самого себя? Avvalgi 10 minut Husanov uchun judayam og'ir kechdi. Judayam og'ir. Uni yuzini kamera yaqinlashtirib ko'rsatar ekan, uni yuzidagi hayajonni ko'rib, yuraklarim siqilib ketardi. Chunki dushmanlar shu payt o'zbeklarning ustidan kulmoqda edi. Chunki dushmanlar shu payt o'zbek futbolchilarini joyi Angliyada emas deyotgandi. Shu o'yinda Chelsea mag'lubiyatga uchragani meni sal bo'lsa ham xursand qildi. Chunki Manchester Cityning g'alabasi Husanovning yelkasida turgan yukni tushirgan edi. O'yindan so'ng Guardiola, Holland kabi klubda obro'si baland insonlar Husanovni qo'llab-quvvatlagandi. Men shu paytlar ich-ichimdan qattiq niyat qilardimki,
Husanov tezroq ingliz tilini o'rganib olsa-yu, Gvardiola va komandadagi o'yinchilar bilan erkin suhbatlasha olsa. Shu niyatim hozirgi kunlarda deyarli ushalib bo'ldi. Chunki Husanov ingliz tilida normal holatda gaplashmoqda va komandaning yoqimtoy o'yinchisiga aylangan. E'tibor uchun barchangizga kattakon rahmat. Sizlar bilan birga bo'lgan men Muhammad Live.